Ota-onasi gapirganda tez jahli chiqib oladigan, lekin boshqalarning oldida sokin, vazmin bo'ladigan odamlar bular noshukur yoki yomon farzandlar emas. Bular yillar davomida shakllangan stressli reaksiya. Bolani agarda his-tuyg'ular ko'p e'tiborga olinmasa, ko'p tanqid qilinsa, kamroq tinglangan oilalarda katta bo'lgan bo'lsa, bu bolada nerv tizimi doimo tayyor turishga o'rganadi. Aynan shu uchun ham bunaqa inson do'stlarining oldida, begonalar oldida sabrli bo'lishi mumkin. Lekin yaqinlar bilan gaplashganda ular juda ham tez charchaydi va juda ham tez jahli chiqadi. Sababi bo'lsa yillar davomida aytilmagan minglab gaplar, juda ham ko'p eshitilgan tanqidlar, janjallardan qochish uchun udobniy bo'lishga urinishlardir. Miya bularni hammasini eslab qoladi. Tashqaridan hammasi tinch ko'rinsa ham, tanadagi go'yo eski jarohatlar haligacha ochiqdek reaksiya beradi. Agarda ota-ona yana o'sha tanish ohangda gapirganda, sirazu eski mexanizmlar ishga tushadi. Asabiylashish, ichki taranglik